dostlar 2020 yılda ishlab chiqarilgan Econex mashinamiz var. Sostenasi idealniy sosteniyada turibdi. Qaranglar. Mashina bolalarga ko'rsak, bolalar taptoza. И полностью shumka mashinamiz. Mers Hado'ylar. Sideneler çok holatda turibdi. İşleri panoramaliklar. 104 bin kilometre tuttu mashinamiz. İdealniy turibdi işleri hemen. Akkuratniy. Hech yerda qirchiq chiziqlari yo'q mashinada. Mashina bir qo'llanilgan mashina. Chotki qarab haydalgan mashina ekan. Hech yerda qirchiq neler yo'q. İchlar ham ulug'ini aynan turibdi. Gazı yo'q do'stlar buni. Bu benzinda bo'ladi mashinamiz. Masalan, petnolar bor, petnosini ham ko'rsatib beraman. Petnosning shu yerda kapotunda bor ekan. Keyin eshigida bor edi. Shu yerda shopir eshigida bor ekan shuni. Boshqa yerda yo'qdi. Teshkirtirib olasizlar yana o'zingiz bir probegi 104 bin turibdi. Mashinamiz benzinda 4 balon paket qo'l turibdi. Keyin polnisti mes Hado'ga qilingan do'stlar. Tayyor mashina. Hech qanday rasxod yo'q mashina. Eldini bir restoranga toza mordadan qo'yib bersangizlar 21-22-yil mordalar bo'lib turaveradi mashinamiz. O'zini yili 20-yil bo'ladi do'stlar. 104 bin yurgan, kraskasini tushuntirdim. 4 baloni bor. Toza, keyin Hado'y, Mers Hado'y bo'lgan. Puluna keladigan bo'lsak, do'stlar, pulni 235 million so'm qo'yamiz. Ustida yana kelishadi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlari bo'ladi. Telefon urib sodalashib olishingiz mumkin.